Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning mashhur bir gaplari bor. Hazrat Umar aytadilarki, inson o'zini hisob qilinishidan oldin o'zini hisob qilsin. Inson o'zini amallari tortilishidan oldin amallarini tortib ko'rsin degan. Ya'ni inson qilayotgan hamma ishini, qilayotgan amallarini ham hisob kitobini qilib borishligini Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytayaptilar. Nimaga? Bir kuni qilgan amallarimiz Alloh subhanahu va taoloning huzurida albatta tortilar ekan. Shuning uchun dinimizda bir ibodat bor. Ibodatning nomi muhosaba deydi. Muhosaba degani hisob kitob qilish degani. Hisob kitob qilish degani. Hozir shunaqa holatdamizki, hamma narsamizni hisob kitob qilamiz. Mana 1 yil o'tdi, shu 1 yilning ichida nimaga erishdim, nimaga erisha olmadim, qanchaga pulim ko'paydi, daromadim ko'paydi, qancha o'zimga hayotimda bir yangiliklarni qildim, elektrga qancha sarfladim, gazga ilovalar chiqib ketgan, hammasini hisob kitobini qilib qo'yadi. Oldingi ulug'larimiz o'zlarini doim muhosaba qilgan ekanlar. Shulardan bittasini aytib beramiz. Bir kishi aytadiki, qarasam hayotimda nima gunoh, nima savob, qaysi birini ko'proq qilyapman, qaysi bir amallarni qila olmayapman deb o'ylanib qoldim. Oxir o'zimni hisob kitob qilishga qaror qildim deydilar. Bir idishni shkafimning ustiga qo'ydimda, bilib yoki bilmasdan bitta gunoh qilsam, ichiga bir dona tosh tashlaydigan bo'lib qoldim. Bugun kun davomida yuraman, nima ishni qildim, qaysini gunoh deb bilaman, g'iybat qilib qo'ydimmi, tuhmat qilib qo'ydim, yolg'on gapirib qo'ydim. Shunda bitta toshni olib kelib, haligi idishni ichiga solishni boshladim. Bir oyga yetmasdan idishni ichiga toshni solsam, yana pastga tushdi. Ya'ni bir oyda idishni nima qilib qo'yman, to'ldirib qo'yinman. Bir oyda shuncha, bir yilda qancha ekan? 40-50 ga kiryapman. 50 yilni ichida qancha gunohlar qilib tashadim ekan? Allohim gunohlarimni kechirgin, hayotimni isloh qilayin, o'zimni hisob kitob qilayin. Bir kuni albatta hisob kitob qilinar ekanman deb o'zimga keldim, amallarimni bir sarhisob qilishni boshladim, gunohlardan uzoq bo'lib, savobli amallar qilishni boshladim degan ekan. Mana shu amalning nomi muhosaba deyiladi azizlar. Biz ham qilayotgan amallarimizni xuddi shunaqa qilib sarhisob qilishimiz kerak, shart. Nimaga? Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo mezonda, tarozida, 2 palladan iborat bo'lgan tarozida amallarimizni o'lchar ekan. Qilayotgan amallarimizga qarab turib bo'lar ekan taqdirimiz. Jannati yoki Alloh saqlasin jahannamiy bo'lib qolishimiz ana shu amallarga qarab bo'lar ekan.